Salom sizlar bilan men Sabirov. Bizning bugungi videomizda biz bugun TNT bombalar portlatib tashlaymiz. Hammani yo'qib tashlaymiz. Короче, bugun o'yinimiz qotadi. Mana tabriklaylar, mana Bedrock Minecraft yana o'z holiga keldi. Buzilib qo'ygan qanday umuman mir yaratib kuz bo'lmayotgan, o't o'rayotganda o'z-o'zi. Narsa umuman bo'lmaganda mana akalar o'sha mod qo'shib o'ynasa bo'lyapti. Okalar hozir birinchi shaxs qo'sam sizlarga hammasi cho'tib ketadi. Videoni shuncha o'tkazmay ko'ringlar. Bugun biz cho'tki ishlar qilamiz. Biz uchun jajgalga kerak bo'ladi. Mana yo'da bizda Arli tintidan boshqa Ferworkli tintigacha bor. Biz bugun hammasini portlatib ko'ramiz. Nima bo'ladi ekan? Overworld tinti, Sponge tinti, Crash tinti. Mana shunaqa tintidan portlatib ko'ramiz. Bugun biz hammani yo'qib tashlaymiz. Juda yaxshi tog'am yoqmayapti menga. Bugun mana shu tog'larni ham yo'q qilishga harakat qilamiz agar tintilarimiz juda kuchli bo'lib ketib qolsa. Mana biz hozir Arli juda boshvoriga Arli ham yuribdi. Mana akalar hozir birinchi tintini portlatamiz. Arlardan emotsiya chiqarayotgan. Hammani asal qilib 4-5 6ta spawn qildi. Yaxshi. Mayli, buni shuni ham cho'ta portlaydi mana, portlaydi. Hop, bundan qag'ir pikselchalar otyapti. Oddiy tinti, oddiy tinti emas. Qotyapti. Tekshirib qilish kerak ekan, chunki ishlamas ekan. Qo'ziqorli tintini ishlatib ko'ramiz. Hamma yoq qo'ziqorim bo'ladimi nima? Mana shunaqa bo'lsa kerak. Qani o'shada ko'ramiz. Zo'roq boramiz. O'zimizdan qo'ziqorimga e'lon qilmaslik uchun. Mana nima dedim, qo'ziqorim bo'lib qolar ekan hamma. Xo'p, akalar, mana bu yerda muzli tintimiz bor ekan. Ichini ko'raylik-chi buni. Qanaydir yaxki ichi to'la muzli. Vau, buni animatsiyasi qimirlashga qaraydi. Qotib qoldim. Sekili effekti berildi. Tepadan qorlar yog'di. Nima? Qaranglar. Minecraft logikasi juda ham g'alati. Oddiy o't mana shuncha qurni ko'tarib turibdi. Yetmaganda mana shunaqa holatda. Yana bitta dona piksel ko'tarib desam ham to'g'riroq bo'ladi. Xo'p akalar, Frozen tinti, End tinti ovoz. Hamma yoq end bo'lib ketsa kerak. Endi bilan spawn qilib, endi voy. What the fuck? Biz uyga qaytamiz. Mazam bo'lmaydi. Overworld tinti ketsa kerak. Bunaqa mashina kelib ko'ramiz. Yani teleport qismida ish qilib, yaxshi teleport qilarkan. Qayerdaman? Hozir spawn bo'lib qolamiz. Hozir joyda spawn bo'lib qolamiz. Spawn bo'lgan joyimiz ko'p bo'ldi. Xo'p, mana endi unaqa ishladik. Sponge tinti. Hozir qoplon terisiga o'xshar ekan. Suv, bu gubka ekan. Qotdi. Hozir bo'ldi, hamma suv ketdimi? Juda bemalol yuribdi, qotmagan. Bu tinti ishlamadi. Crash tinti. Oddiy g'alati aylanmalar bor. Gipnoz bor ekan o'rtasida. Aylanyapti dedi. Ko'tarildi anasi. Hech bola bo'lmadi. Mana shu ko'taryapti, qaranglar. Chars. Bunda ko'tarilib durust urdi tinti. Nega bu pichirni portlatmadi lekin. Mayli. Tintidan water buyuk bo'lsa kerak. Xayal, slime, keyin Midas, fire, olovli, and anti-gravity o'chirib qo'ysa kerak.
Shulker effektini bersa kerak. Water tinti. Bakal ichida tintichasi bor. Ko'ramiz. Qo'l nima bo'ladi? Wow, hamma yoq suv qutishadi. Voy, men katta qiladimi? Yo'q, qatdan chiqdi. Yo'q. Hamma yoqni suv qutishadi. Qo'lda katta ko'rinyapti. Nima bu? Bu anaqasi ham buni anaqasi katta, buni teksturasi ham qaranglar. Sportli tekstur ko'tarishib ketadi, o'yin qotadi. Tars katta. What the fuck? Nima bu? Manimcha ko'rishim. Mayli, xo'p, bunga qaramaymiz. Bu qorali shunaqa portlatadimi? Xo'p, endi biz lighting, ya'ni chaqmoq tinti qilamiz. Xo'p, portlatamiz. Chaqmoq chaqsak kerak. 100% chaqmoq. Juda bo'lib ketdi. Hozir bitta anaqani tekshirib ko'ramiz. Cho'chqaga chaqmoq ursa, bo'lishini urasizlar. Suyni zombiga aylanadi. Vajjak. Bu so'z ishlaydi. Health tinti tajribasini bilmayman. Lekin yurak bu health bo'lmaydimi yurak? Yashil yurakcha bor ekan, aylanyapti. Yopilyapti. Hozir yurak qisilib qolsa portlaydi. Blok ko'zini sindirdim lekin. Yo'q, menga regressiya effektini berdi. Bu yaxshi tinti ekan. Mana tintilardan yasab olish kerak. Slime, hamma slime qilishsa kerak. Qarab turarkan slime ichida yeb qo'ygan. Ko'ramiz. Jarsin, nima dedim? Hamma slime qiladi dedim. Yiroqgacha borganmikin? Yo'q, normalde ko'proq borgan ekan yerdagicha. Slime tinti, Midas tinti, tepasi oltinga o'xshar ekan. Seriously oltin ekan, menimcha. Pasti qanaqadir g'alati blok. Portlatib, aytdim oltin deb. Hammani oltin qiladi. Piglilar qo'yib yuborsanglar bo'lsa, sevib qoladi bo'lasizlar. Prosta. Qani Midas tinti, fire tinti hammani ulug' tashlasa kerak, yo'q qiladi hammani. Men hamma yerni ulug' qilaman. Voy, qo'rqinchli ekan. Hozir lavalar yo'qyapti. Nezerga o'xshaydi. Voy, monqorlar hamma yo'q ulug' bo'lib ketdi. Qani anti gravitatsiyani o'chirib qo'yadigan tinti. Qani yoqamiz. Men uchaman. Uchaman? Seriously? Shulker effektini beryapti akalar. Ertalab qo'ying. Yaxshilab tushuntiraman. Bu shulker effekt. Shulker sizga kichkina narsa o'tadi o'shandan. Tepaga ochib berasizlar, lekin menga bunaqasi yo'q. Effekt kuchli effekt bermaydi men uchun. Qani nima bu? Bigger tinti, Enderman tinti, lava tinti, daraxt tinti, zombi tinti, tini tinti, skeleton tinti, nether tinti. Voy, boshlarim og'rib ketdi. Voy, men qorala. O'yin portlatadi. Davay, men uchaman. Wow, hamma yo'qib tashadi. Rasm chizsam. Ding. Yaxshi. Juda katta. X'mi? Yo'q, to'ppa-to'g'ri burchak qaranglar. Eski to'g'ri burchak qaranglar. Bunda narsalar bor. Har qayerga tinti portlagan, o'zini effekt anaqasiga o'xshab, shakliga o'xshab portlagan ekan. Enderman tinti yozib qo'yibdi. Qo'rqoqlar qaysi? Xo'p, Enderman tintini tekshirib ko'ramiz. Hamma yo'qni end qilasammi? Sal uchdim. Stop. Men boshqa yerda edim. Teleport qildi meni. Bittinga qimmat narsa ekan. Davay, jo'nim kelyapti. Wow, nima lava qildi. Suvga o'xshar ekan, sal boshqacharoq ekan. Hamma lava anaqa
Trini ishlatamiz. Yo'qni keyingi videoda ishlatamiz bunda. Keyingi videoga bomba qolmayapti yo'q akalar. Keyingi videoda bomba qolish kerak. Hamma yona daraxt qil. Tars. Nima bo'ldi? Hech bola bo'lmadi menimcha hozir. Boshqa qarab ko'raylik. Turgan blokka daraxtga aylantirib qo'ysa kerak. Yo'q, hech bola qilmayapti. Daraxtga oldiga qilish kerak. Balki. Hop. Bütün daraxt sindirib yuborishgan. Yo'q, mana tinchlik kerak bo'ladi. Daraxt chopish kerak, ya'ni do'stlarga mana shu modda tashlab berishim mumkin akalar. Yondiryapti. Yonib ketyapti. Ya bu portlamasdan yonib ketdi. Mana sizlarga moddalar bo'ladi. Bo'pti, hammaga xayr, keyingi videoga ko'rishguncha. Okalar, keyingi videoga ko'rishguncha hammaga xayr.